113 5 gram trinitrotoluol olish uchun necha gram toluol kerakligini aniqlang deyilyapti. Bolalar, trinitrotoluol deyilyapti. Demak, unda umumiy empirik formula qanday yoziladi? S7 H necha bo'ladi? Toluoldagi bolalar, toluolda empirikida nechta edi vodorod atomi? 8 bo'ladi. 8 ta edi, to'g'rimi? Biz masalan shart bo'yicha trinitrotoluol hosil bo'ldi deyilyapti. 80% unum bilan, ya'ni nitronlangan. Trinitrotoluolni formulasi qanaqa edi? S7 NO2 da 3 ta bo'ladi. H5 NO2 da 3 ta. H5 NO2 dan 3 holatda yoziladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bolalar, 113.5 gram trinitrotoluol olingan. Necha gram toluol kerakligini aniqlang deyilyapti. Xo'p, toluolning massasi 12 ni 7 ga ko'paytirib 8 da qo'shsak 92. 92 gram. 92 gramdan trinitrotoluolning formulasini massasini hisoblaysizlar. 14 necha? 227. 227 gram ekan. 227 gram ekan. 113 dan 113.5 dan qancha hisoblaysizlar? Taqriban 113.5 227 dan 2 marta katta. Demak, 92 ni 2 ga bo'lib qo'ysak 46. 46. Bolalar, 46 gram mana shu toluol biz masalan sharti bo'yicha 80% ekan, unumi. 46 grammimiz 80% bo'lsa, 100% da qancha deb hisoblaysizlar? 57.5. 57.5 to'ppa-to'g'ri. Javobimiz A javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi 44. Benzol katalizator ishtirokida siklogeksangacha qadar gidrogenlandi. Bu reaksiyada 168 litr vodorod sarflangan bo'lsa, reaksiya unumini hisoblang deyilyapti. Qaranglar bolalar. 44-savolda quyidagicha aytilyapti. Benzol S6H6 siklogeksanning formulasi qanaqa edi? S6H12 to'ppa-to'g'ri. Bolalar, nechta vodorod yetmayapti? 3 molekula vodorod bo'ladi. Ana 6 ta yetmayapti. 3 kere 2 6 bo'ladi shunda. Qaranglar bolalar, reaksiyonning dastlabki moddaga nisbatan o'lchansa, 78 gramdan 67.2 litr gaz hosil qilsa 3 molekulasi uchun. Masalan, shart bo'yicha 1.68 litrdan qancha benzol gidrogenlangan deb topamiz. 1.68 78 ga ko'paytirib 67.2 ga bo'lasizlar. Necha? 1.95. 1.95. Biz masalan shart bo'yicha dastlabki moddamiz 3.9 gram edi. Mana shunimiz 100% bo'lsa, 1.95 gramda qancha deb hisoblaymiz? 65%. 65%. Javob bo'lishi 65. kerak.